Alo. Pochcha iltimos meni qutqaring. Pulni olib kelmasangiz o'ldiraman deyishyapti. Qattasan tez menga lakatsan tasha. Jasur, ke o'rtoq kir. Yo, Farhod, uydagilar bezovta qilmaylar. Yur shundoq bir gapim bor edi senga. Nima gap o'rtoq tinchlikmi? Farhod, bilasan, zaril bo'lmasa kelmasdim oldinga. $3000 pul beribdilar. Tinchlikmi o'rtoq? Hech qachon mendan pul so'ramagandim. Nima qilasan shuncha pulni? Qaynim Doniy bor. Jami oldiga boraman. Ha, Donik ke, og'aynim yaxshi yuribdimi? Ha, yaxshi yuribdilar, rahmat. O'sha pochcham jo'natuvdi. Agar telefon kerak bo'lsa, Jamshid og'aynim oldiga borsang, ishini hal qilib beradi deb aytuvdilar. Aka, o'shanga ikkita iPhone qilib bering. Pulini bugun kechga kartangizni tashlattirib yuboraman. Agar xohlasangiz telefon qilib beraman, o'zi bilan gaplasha olasiz. Ha, yo'q, og'aynimni qaynisisan-ku. Ha, bo'ldi, tanlab ol. Gap yo'q, do'konni zo'r qilib yuboribsan-a? Yaxshisan. Nima gap o'rtoq? Tuzumsan. Nima xizmat telefon qilgan ekansan? O'rtoq, bilasan, uncha-munchaga bezovta qilolmayman. Qaynukang telefon olib ketgan edi, o'rtoq. Kechki payt kartangizga pul tashlab yuboraman deb tashlamadim. Bir hafta bo'ldi, o'rtoq. Shunga senga telefon qildim. Meni ham kassam bor. Xo'jayin so'rayotibdi, o'rtoq. Ha, yo'q o'rtoq. Tushundim seni. 2 kun muhlat ber, men senga o'zim to'lab olaman. Xo'p. Yo'q. Yetmaganda bitta joyga ishga olib qo'yib qo'ygan edim. Ularni oldida ham. Joying zo'r ekan. O'rtoq, qaynim. Ishga olmasang bo'lmaydi. Mayli o'rtoq, senga yo'li bo'ladimi? Yoshligimda ko'p yaxshilik qilgansan. Yaqin do'stimsan-ku. Xo'jayin, O'labi. kecha Doniyor akamdan zakaz chiqarib yuboruvdi. Bugun o'zlari ham yo'lda, pul ham yo'q. Yo'q. Alo, Jasur. O'rtoq, Yaxshimisan? rahmat. Qayning kecha mol jo'natib yuboruvdi. Bugun o'zi ham yo'q, pul ham yo'q. Yo'q, nech pul o'rtoq? $1,500. $1,500. O'rtoq, xavotir olma. Men o'zim to'lab yuboraman. 2 kun muhlat ber. Bo'ldi. Senga ishonaman o'rtoq. Sog' bo'l. Xo'p. Bunaqa ishni birinchi marta qilmayapti-yu qayning. Yosh bola emas, o'zini aravasini o'zi tortsin. Nima esa ketidan yugurishing kerak. O'rtoq, omonatga xiyonat qila olmayman. To'g'ri tushunmani. O'shanda qaynatam menga, Bolam, menga oz qoldi. yo'q, unaqa dema. Hali uzoq yashaysiz. Iltimos, meni eshiting. Omonatli vasiyatim bor sizga, bolam. Kenja o'g'limga qarab turing. Sizdan boshqa ishonganim yo'q degan edi. O'shanga nima qilay o'rtoq? Ay yo'q, shungamidi? Menga o'rtoq sendagi kuyovlar nasib qilsin. Hozir bir minut olib chiqib beraman. Alo. Pochcha iltimos meni qutqaring. Pulni olib kelmasangiz o'ldiraman deyishyapti. Qattasan tez menga lakatsan tasha. Yana nima qilib qo'ydikina?